Assalomu alaykum. Barchaga kelayotgan ayyomlaring bilan tabriklayman. Hammani hayit ayyomiga sizlarga yangicha afzal qilayman. Qarang. Gulini ushayapti ekan. Hosil qilyapti ekan mana. Qancha gul bor? Sochingiz tolasdan ko'p bu gullar. Nima deyapti akalar? Ko'chatlar. Ko'chat ichidan tikon topib bering. Topolmaysiz. Tikonsiz ko'chatlar shunaqa bo'ladi. Hosillari ham qilganda. Bu ko'chatlar bir yilda 4 marta gullaydi. Bahorda, ko'klamda, yozda, qishda, kuzda ham gullaydi. Asosan bahor oyi shunaqa gullaydi. Ko'klam oyida gullagan ko'chatlarni ko'rsangiz maza qilasiz. Sizning uyingizdagi gulingizdan chiroyli buni guli. Men aniq bilaman. Bo'y basti 1,5 metr. Bu yerda hozir 100 ta qoldi. Mana bu yoqda ham bor, mana. Ko'ringlar. Parligimizda 300 ta atrofida qolgan. Tavsiya qilamiz ekishda. Hozirgi davrda uni eksangiz amal oladi. Sababi yerdan ko'chirilgan limonni batareyasi ko'p bo'ladi. Bular tugaydi. Kunlar isimoqda. Shu sababdan sizlarni o'ylab, sizlarni yo'nalishlariga qarab ish yuritamiz doim. Qarang, go'zalligini qarang. Bahor keldi-da. Kunlar isimoqda mana. Yomg'irli kunlar ham o'tdi. Ekin mavsumi boshlandi. Hayit ayyomiga sizlarga yangicha abzor mana. Shunchaki baho bering, nima deyapti akalar? Nima deyapti? Abzorni bombasi. $400 yoki 500 ta qolgan. Buni chiqardik kecha. Samarqandga bir 50 ta 60 ta, Buxoroga chiqardik 100 taga yaqin. Toshkentga chiqardik 100 ga yaqini. 1000 ta atrofida bor edi. Hozir bir 400 ta qoldi. Ekaman degan telefon qilgan bilan odamga jo'natamiz. Ko'chat soni cheklangan, faqat eslab qoling. Qo'ng'iroq qiling, yetkazib beramiz. Qarang. Ichlariga kelib ketasiz. Gullarni ko'rib. Bunaqa gulni qayta ko'rgansiz? Parnigingiz ham bo'lsa kerak bunaqa gullar. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Nomerlarimiz ofisinada bor. Aloqaga chiqasizlar. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz ham ishlaydi. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar.